Munisa Rizayevadan yana bir yangilik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Munisa Rizayeva mashinasini itargan yigit bilan bog'liq Vine internetni portlatdi. Mashhur xonanda Munisa Rizayeva ishtirok etgan navbatdagi yumoristik videorolik muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Hozircha nomsiz qolgan ushbu Vine xonandaning real hayotida uchrashi mumkin bo'lgan bir holat, mashinaning yo'lda to'xtab qolishi orqali tomoshabinlarga katta kulgi va ijtimoiy xulosa ulashdi, deyilgan video lavhalar tarqaldi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.